Hammaga assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi. Savolim umumiy. Atrof muhitni saqlash va ekologiya, yana chiqindilarni to'plash bo'yicha avtotrans deymizmi, mana shularga savolim bor edi. Iltimos, like, komment, podpiska bilan ko'paytiraylik shu videoni. Muammo chiqindi bilan bog'liq. Oddiy aholi, chekka-chekkada yashovchi aholilarga, mana misol uchun tumanning chekkasidagi mahalla, qishloq, ko'cha, shunaqa joylarda aholi o'zidan chiqqan chiqindini, albatta chiqindi chiqadi har qanaqangi xonadondan, o'sha chiqindilarni qayerga yo'qotish kerak? Misol uchun-da, ularga ham chiqindilarni olib ketish uchun bir biriktirilganlar bormi? Yo bo'lmasa aholini o'zi yo'q qilish kerak bu narsani? Va qayerga yo'q qilish kerak? Maxsus joy bormi? Belgilangan joy bormi? Ularga qachon bir shunaqa qonun qoidalari bilan yengilliklar ularga mana shu qishloqlarga, mahallalarga musorni to'kish uchun, chiqindilarni olib borish uchun yo bo'lmasa ulardan olib ketish uchun shunaqa yo'llar qilib beriladi, shunaqa narsalar qilib beriladi. Ko'cha-ko'y to'la musor bo'lib yotibdi. Uning sababi aholi emas aslida. Sharoit yo'qligi uchun qayerga qo'yishini bilmasdan qayerga qo'yadi. Duch kelgan joyda musor bo'lib yotibdi. Jim qarab turishimiz kerakmi? Shunaqangi musor mana duch kelgan joyda har balolar. Bu bitta joy emas, imенно bitta joyda belgilab palonchi joyda shunaqa bo'lyapti emas, bu butun O'zbekiston bo'ylab. Hamma joyda. Bu sharmandalik emasmi? Bir muomala bildiraylik shunga. O'zbekiston hammamizni uyimiz, barchamiz mana shu O'zbekistonda yashayapmiz. Buni tozaligiga o'zimiz javob berishimiz kerak. Chet eldan bitta qanaqadir mutaxassis kelib javob berishi yo bir shuning uchun ham kimnidir chaqirib, ekspert bir bolalarni olib kelish shart emas. Davlat tomonidan shunga bir qaralish kerak. Hadeb oddiy aholiga shtraf belgilagandan ko'ra, mana shunaqa oddiy aholining muammolarini ham ko'rib chiqaylik. Oddiy aholi qiynalyapti mana yerda. Nima qilsin ular ham? Qayerga musor tashasin? Nima qilsin? Ko'rsatinglar nima qilishdi kelib, mayli, qilamiz o'sha narsani. Maxsus joy yaratinglar, qanaqadir maxsus joyga olib borib musorlar